Qani bolakay, seni isming nima? Ismim Yusuf hukmdorim. Ammo hojalarim meni Misr tilida Yuzarsif deb atashadi. Yusuf ibronicha ism hukmdor. Bu qayg'uli degan ma'noni anglatadi. Misrning muhtashamligi va ulug'vorligini qanday tasvirlaysan? Garchi olim kishilar oldida fikr bildirish odobsizlik sanalsa-da, hukmdorning o'zlari buyurganlari uchun men fikrimni aytaman. Misrning muhtashamligi va ulug'vorligi meni lol qoldirdi. Ular menga baland tog'lar va ulkan cho'qqilarni eslatib turibdi. Ammo menimcha kichkinagina yam-yashil adirlik qo'ylar oziqlana olmaydigan shipshidam cho'qqidan yaxshiroq bo'lsa kerak. Sen haqiqatan ham Misrning muhtashamligi va ulug'vorligini baland tog'lar kabi ko'rasanmi? Shunday janob oliylar. Biroq agar kuch muhtojlarning hojatini chiqarishga xizmat qilsa go'zaldir. Barakal. Ofarin Yuzarsif.